Eron AQSh quruqlikdagi harbiy amaliyotni boshlasa, Birlashgan Arab Amirliklari va Bahrayn hududlarini egallab olish bilan tahdid qildi. Eronning IRIB davlat telekanali xabariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar xatoga yo'l qo'ysa, Eron qurolli kuchlari Birlashgan Arab Amirliklari va Bahraynning qirg'oq bo'yi hududlarini qo'lga kiritishga hamda mintaqa qiyofasini o'zgartirishga tayyor. Eron raketalari Isroil janubidagi Negev hududida joylashgan fosfat korxonasini nishonga oldi. Isroil mudofaa kuchlari hozirgacha Eron nishonlariga 15 mingdan ortiq zarbalar berdi va bu 12 kunlik urushdagi zarbalardan 4 baravar ko'p. Isroil Quds. Jurnalist Isroilning BMTdagi elchisiga savol berdi. Nega Isroilda yadro quroli bo'lishi mumkin, lekin Yaqin Sharqdagi boshqa davlatlarda bunday huquq yo'q deya savol berdi. Bunga esa Isroilning BMTdagi elchisi Danon javob berdi. Kim mintaqada barqarorlik olib kelyapti, kim esa beqarorlik. Isroil mintaqada barqarorlikning asosi. Biz tinchlikni istaymiz. Biz tinch yo'llarni tanlaymiz va tinchlikni qo'llab-quvvatlaymiz dedi Isroilning BMTdagi elchisi. Eron razvedka vazirligi Tehron viloyatida Mossadga oid 39 nafar agent qo'lga olindi. Ulardan qurol, o'q-dori va Starlink sun'iy yo'ldosh qurilmalari musodara qilindi. Eron parlamenti raisi Muhammad Bokir G'olibov AQShning mintaqadagi barcha harakatlarini, ayniqsa qo'shin joylashtirishlarni diqqat bilan kuzatib boryapmiz. Generallar qilgan xatoni askarlar tuzata olmaydi. Ular Netanyahuning xayollariga qurbon bo'lishadi. Yerimizni himoya qilish borasida qat'iyatimizni sinab ko'rmang dedi Muhammad Bokir G'olibov. The New York Times Isroilning Livanga bostirib kirishini bosqin deb atashdan bosh tortdi va kuzatuvchilar noroziligiga sabab bo'ldi. Isroil armiyasi biroz oldin Tehron hududida keng ko'lamli havo hujumlarini amalga oshirdi. AQSh Isroil va Eron o'rtasida muzokaralar boshlangan taqdirda ham urush yana 2-3 hafta davom etishi mumkin. Axios agentlikning yozishicha, Oq uy mojaroni diplomatik yo'l bilan hal qilish uchun sharoit yaratib, shu bilan birga harbiy bosimni oshirgan holda ehtimoliy quruqlikdagi hujum uchun kuchlarni tayyorlamoqda. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi AQSh bazalarini yopishni talab qilmoqda. The Wall Street Journal nashri manbalariga tayanib xabar berishicha, Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi mamlakat ichidagi ta'sirini yanada kuchaytirgan va AQSh bilan ehtimoliy muzokaralar oldidan qator talablarni ilgari surmoqda. Jumladan, Tehron Fors ko'rfazi davlatlarida joylashgan barcha Amerika harbiy bazalarini yopishni talab qilmoqda. AQShning Eronga qarshi harbiy amaliyot xarajatlari 30 milliard dollardan oshdi. Eron Abraham Lincoln aviatashuvchi kemasida bir nechta qanotli raketalar uchirilganini e'lon qildi. Eron armiyasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, raketalarning bir qismi harbiy kemaga kelib tushgan.